Salom qizlar, bugungi videomizda atigi 100 ming so'm bilan boshlasa bo'ladigan biznes haqida gaplashamiz. Agar siz maktab o'quvchisi, student yoki dekretdagi onajon bo'lsangiz, qanaqa uy sharoitida ozgina 100 ming so'm pul bilan biznes boshlab pul topishni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ideya siz uchun. Va bu ideyaning yana bitta yaxshi tarafi, bu o'zingiz go'zal bo'lib yurishingizga yordam beradi. Bu manikyur masteri bo'lib ishlash. Bu biznesning plus taraflari. Oson o'rganish, ya'ni onlayn tarzda videolardan ko'rib siz tez o'rganib olishingiz mumkin. Boshlayotganda kam pul bilan biznesga kira olish, ya'ni siz arzimagan 100 ming so'm evaziga bemalol narsalarni olib, o'sha manikyur qilib ishlashni boshlashingiz mumkin. Grafikning qulayligi, ya'ni siz bemalol o'qishingiz bilan yoki bolangiz bilan dekretdagi birga olib bora olasiz. Ya'ni bemalol obedgacha maktabga borib kelib yoki institutga borib kelib darsingizni o'qib kelib, undan keyin bemalol klientlarga manikyur qilib ishingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Va yana bitta eng qulay taraflardan bittasi uydan chiqmasdan ishlay olish imkoniyati. Ya'ni bir xil ota-onalar qizim uzoqqa bormasin, kechgacha ishlamasin ko'chada deb ruxsat bermasligi mumkin. Manikyur bo'lib ishlasangiz, klientlar bemalol uyingizga kelib, uyingizdan chiqmasdan turib pul topa olish imkoniyatini beradi. Bu dekretdagi onalarga ham juda ham qulay, chunki bolalari bilan ko'chaga chiqib ishlash juda ham noqulay bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyga bemalol klient chaqirib, bemalol ishlab pullarni topsalar bo'ladi. Bu ishning asosiy tarafi bemalol maktab o'quvchilari ham bajarsa bo'laveradi. Ya'ni maktab o'quvchilari ham bemalol ishlab pul topa olishadi. Bu juda ham ko'p o'quvchilarga yordam bo'lishi mumkin. Ya'ni ota-onangizdan pul so'rangiz kelmayotgan bo'lsa va ota-onangizga mablag'iy tarafdan yordam bergingiz kelayotgan bo'lsa, bemalol bu ishni boshlab o'zingizga pul topsangiz bo'laveradi. Agar bu biznes qiziq bo'lsa va bu biznesga qanday narsalar kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyga yozing va men sizga nimalar kerakligini tashlab beraman. Agar bu mavzuda videolar qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyga yozing. Keyingi videomda 500 minggacha bo'lgan mablag' bilan ochish mumkin bo'lgan 10 ta biznes ideyasi haqida video chiqaraman.